Shoshib ketyapman. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan sizlarni oldingizga video bilan chiqmasam bo'lmadi. Diqqat bilan eshitinglar. Skidka qilib ham onlayn kursimga men yaxshi bo'lmadim sizlar uchun. Juda xafa bo'lib ketyapman. Sababi juda savollar ko'p. Skidka deyapsiz 5 million so'mdan 590 ming so'm skidka qilib beryapsiz-da, aldavasiz 590 minglik skidka deb marketing deyotganlar uchun kechirasiz. 590 ming so'm demak 5 milliondan ayirsak 4 million 410 ming bo'ladimi? Yo'q, azizlarim, sizlarga o'zbekchasiga tushuntiryapman. 5 million so'mlik 2 oylik kursim atigi 590 ming so'mga. Bu sizlarni iltimosingizga binoan. Ko'pchilikning sharoiti yo'q, tushunaman, tekinga so'raysizlar. Iloji boricha qo'limdan kelgancha yordam beraman, lekin har doim emas-da. Meni ham to'g'ri tushuninglar. Bu onlayn kursni qilish uchun meni qancha vaqtim, qancha asabim, qancha nima desam, pulim ketgan. Necha yil shu sohada o'qiganman men o'zim. Birinchi o'rinda nechta insonga shogirdlikka berishganman, palon pullarga. O'sha kichkinalik paytim. Undan keyin Binkovga kirdim. 3 yil tarixiy libosda o'qidim. Qizil diplomga bitirdim. Bilasizlar, Binkovda o'qiganlar, o'sha payt o'qiganlar biladi qanaqa qiyinligini, qiyin bo'lgani Binkovda o'qish. Hozir bilmayman qanaqa, chunki maktab bo'lib ketibdi. No, oldin kollej payti juda qiyin edi. Undan keyin ham turmushga chiqib, ham farzandli bo'lib, ikkita farzandim bilan Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida o'qidim 4 yil. Undan tashqari nechta onlayn kurslarda men ham sotib olib, hammasini o'qib chiqqanman. Lekin hech qachon 590 ming so'mga bunaqa olam informatsiya, olam bilimlar menimcha hech kim bermagan shu kungacha. Shunaqa darajada sizlarga imkoniyat qilib bersam ham men yomonman. Siz aldavosiz. 2 oydan keyin emas-da, 1 oydan keyin uni o'chirib tashlaysiz. Video darslarni yo'q, azizlarim, men o'chirmayman. Sizga o'zbekchasiga tushuntiryapman. 2 oylik programma, onlayn kurs, ipidan ignasigacha hammasi o'rgatilingan. Ichida hamma narsa bor. Oddiy ko'yni, shalvardan tortib hammasi andaza asosida. Plus korset, bichimlar, tikish detallarigacha o'rgatilgan. Melichligicha umuman tikish bilmaydigan opa-singillarim ham bemalol o'rganishligi mumkin. Qo'rqmasdan sotib olinglar, sababi 7-8 iyul kuni bo'ladi faqat bunaqa kursi, skidkasi. Boshqa umuman qilmayman. Va'da beraman, umuman qilmayman. Sizlarni o'ylab har kungi SMS-laringlarni o'qib, men shuni qiluvdim, lekin baribir nima desam, mashaynikka chiqyapman deyman, qo'pol qilib aytganda. Shunaqa izlarim, o'qib, hunarli bo'lib, ilm olsanglar baribir o'zingizga va farzandlaringizga foyda, kelajakdagi farzandlaringizga. Agar hozir qiz bola bo'lsanglar, agarda hozir sharoitinglar bo'lmasa, tikuv mashinanglar bo'lmasa ham hech ham qayg'urmanglar, chunki bir umr sizlarda bu video darsinglar qoladi. Video darsinglar qolgandan keyin, Xudo xolisa keyinchalik andizlarni o'rganib boraversanglar, Xudo xolisa mashinaga ham yetkazadi Allohim. Mashinani o'sha g'oyibidan bersin ilohim hammaga. Yetkazganda ana o'shanda mazza qilib tikasizlar. Zato 5 millionga emas-da, 590 ming so'mga bir dunyo narsalar sotib olasizlar. Bir dunyo. Uni kirib ko'rsanglar, adashib qolasizlar. Va pishi zo'r onlayn kurs. Mana onlayn kursimda o'qiyotgan 2000 dan ortiq o'quvchilarimiz tasdiqlashadi. 0 dan boshlab o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham zo'r natijaga chiqib, u Rossiyadami, Fransiyadami, Italiyadami, farqi yo'q, Qozog'iston, Qirg'iziston, qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar zo'r o'rganishyapti, zakazlargacha olishyapti. Hattoki ishlab chiqarish ham qilishyapti-da o'quvchilarimiz 0 dan o'rganib. Agarda siz tikuvchi bo'lsangiz ham o'zingizga asos andazalarni, korsetlarni o'rganib olishingiz mumkin. Baribir meni texnikam bilan sizni texnikangiz har xil. Tikish uslubimiz, andazalarimiz, bichish usullarimiz, bizda hamma narsa oson qilib o'rgatilgan. 7-8 iyul kunlari yana qaytaraman, 590 ming so'mga sotuv e'lon qilamiz, skidka e'lon qilamiz. Bo'ldi, shu bilan boshqa hech qachon bunaqa skidka qilinmaydi. 5 million so'mlik kurs atigi 590 ming so'mga olishingiz mumkin. Hammaga omad.
590 ming so'mga olishingiz mumkin. Hammaga omad, hammanglarni yaxshi ko'raman. Prosta savollar ko'p bo'lib, meni qanaqadir aldoqchiga chiqarganingiz uchun xafa bo'lib ketdim-da. Sizlarni o'ylab shu skidkani qilsam-u, sizlar shunaqa qilasizlarmi deb xafa bo'lib ketdim. Meni to'g'ri tushunasizlar, qattiq gapirgan bo'lsam ming bor uzr. Hammanglarni birdek yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Sog' bo'linglar, hunarli bo'linglar, hech qachon xor bo'lmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.